Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan turkcha dolma tayyorlaymiz. Bunga turklar quri dolma deyishadi. Kerakli mahsulotlarni pastga yozib qoldiraman. Qani boshladik. Piyozli dolma uchun piyozni archib, qaynab turgan suvimizda yumshagunigacha pishirib olamiz. Ich harjimiz uchun piyozimizni mayda qilib to'g'raymiz. Piyoz dolmamizni juda ham mazali bo'lishiga yordam beradi. Zaytun yog'i qo'yilgan tavamizga piyozlarni solib, yaxshilab qovuramiz. Piyozimiz qovurilgunigacha biz ham petrushka ili kashnijimizni mayda qilib to'g'rab, bitta idishga solamiz. Turklar ko'pincha petrushkadan foydalanishadi, chunki u juda ham foydali. Ko'katimizni maydalab to'g'rashga e'tiborli bo'lamiz. Boshqa qozonda qaynab turgan suvga tok barglarini solib 1-2 daqiqa qaynatib olamiz. Tok barglarini suzib, quritilgan bulg'ori, baqlajonlarni solib, ketma-ketlikda qaynatib olamiz. Yaxshilab qovurilgan piyozga chesnok qo'shib, 1-2 qovurib aralashtiramiz va olovni o'chiramiz. Qovurilgan piyozni idishga solamiz. Go'shtli xohlasak, go'shtini ham mayda qilib to'g'raymiz va bu aralashmaga solamiz. Agar xohlasanglar go'shtsiz ham qilsanglar bo'ladi, juda ham mazali bo'ladi. Guruch, pomidor pyuresi yoki pomidor sousi, pomidor tomati va achchiq bulg'ori tomatidan foydalanamiz. Bu dolma biroz achchiq va nordonroq bo'lishi bilan mashhur Turkiyada. Men isot, achchiq qalampir, na'na, tuz va zaytun yog'idan foydalandim. Tayyor bo'lgan ich harjimizni yaxshilab aralashtirib, so'ngra tayyorlagan masalliqlarimizni ichiga to'ldirib olamiz. Baqlajon va bulg'orini guruchlari to'shib chiqmasligi uchun yarmidan ko'p to'ldirmaymiz. Piyoz dolmasi qanaqa pisharkan deb xavotir olmang. Juda ham mazali bo'ladi. Erinmasdan doim qilib yeysiz. Turklar tok bargidan qilingan dolmaga yaproq sarmasi deyishadi va doim qilib yeyishadi. Buni har xil variantlari bor. Hozir qilganimiz tomatli oddiy variant, lekin buni achchiq va nordonroq qilsangiz, Gaziantepliklarnikiga o'xshab bo'ladi. Buni yana tomatsiz bo'lgani bor, unga zaytun yog'li deyishadi. Uni ham bir kun ko'rsatib beraman sizlarga. Mana hammasini ham tayyorlab oldik. Tok bargidan qolgan barglarni qozonimizning tagiga teramiz va piyozimizdan boshlab birin-ketin terib chiqamiz. En ustga yaproq sarmalarni terdim. Yana bir narsa, turklarda bunaqa dolmalarga nordonroq ta'm berishi uchun sumak degan priprava bor. Uni damlab, suyini qo'ysangiz, ozgina nordonroq mazali bo'ladi. Men ham sumak suvidan foydalandim bugun. Uni damlab, tonalardan ayirish uchun suzib, quyib olamiz.
Eng ustiga esa limon dilimlaridan dilim kesib qo'yamiz. U yamazgina nordonlik beradi. Xohishga ko'ra en ustidan yana zaytun yog'i ham qo'yib yuborsangiz bo'ladi ozroq. Judayam nordon bo'lib ketmasin deb men 1 stakan oddiy suv ham qo'ydim. Yaproqlarimiz pishayotganda ochilib ketmasligi uchun bitta tarelkani qo'yib, birinchi baland olovda qaynab bo'lgunigacha, keyin esa past olovda pishiramiz. Guruchlari ham dona-dona bo'lib, judayam mazali bo'ladi. Bir marta sinab ko'ring, judayam yoqtirib qolasiz. Menga podpiska bo'lib, turli xil turk taomlari va odatlarni o'rganishingiz mumkin. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.